Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, ko'pchilik Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Tajin, Qozog'iston tarafdan va o'sha O'zbekiston tarafdan Dovud Ota chegara o'tkazish punktini ochilishi haqida mish-mishlar tarqalyapti. Ushbu mish-mishlar qanchalik qonuniy asosga ega, ya'ni o'sha rasmiy ma'lumotmi yo'qmi degan narsada tarqalyapti. 25-yillarda o'sha Qozog'iston televideniyasidan chiqqan videolar ham tarqalyapti. Hozir esa shu videoni oxirigacha ko'rgan holda chegarani qachon ochilishi mumkinligini o'zlaringiz taxmin qilib kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Bu qadar ta'mirlash ishlari shu darajada olib borilyaptiki, что yo yozda ochiladi 2026-yil yoki kuzda yoki 2027-yil bahorda ochiladi balki. Xullas, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar va like tugmachasini bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Har xil mish-mishlarni eshitgan paytlaringiz mana shu videoni o'sha do'stingizga podelиться qilib qo'ying. Mana mineki Murtlash. Ana O'zbekiston arjanda ko'rinib turgan sari. Mana Qozog'iston. Mana buralar o'tib atgan arjandan burundan to'xtamay o'tib atır. Mana peshaqat o'tadigan yo'l mana to'g'ri kelib. Nadan kelib kedenning ishine kiradi. Aldı mana bunday bo'lib atır. İşleri istilmegen kapildir koparılgan. Patolog yok, atapleni yok. Mına былтырғы салынып тапсырылған жағы бетон площадка, мына рентгені. Фура өтеді. Gördün o meneki. 25-nji açılanma, açılmayma özüň bilip ala beresiň endi. Bir şeýetini açyp berýär mümkin, birak munalardyň arasyndan jigiri başlaýar.